Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan doimgidek Johnny Us kanali va mendan yangi video. Bugungi videomizda yangi keladigan X kostyum, Anukra, Fraun va Imperatrica haqida gaplashib o'tamiz. Bugungi video siz uchun qiziq bo'ladi va like bilan qo'llab-quvvatlash eslaringizdan chiqmasin. Bugungi videomizda ham demak rozigrish bo'lib o'tadi. Ushbu rozigirishda ishtirok etish uchun ko'rayotgan videongizga like bosasiz, Johnny Us YouTube kanaliga obuna bo'lasiz va izohlarda ID'ingizni yozib qoldirasiz. Ushbu video 3000 ta like to'playdigan bo'lsa, sizlar bilan 3 ta 325 UC dan o'z egalariga topshiramiz. ID'ingizni yozib qoldiringlar, nick emas, chunki Midasbayda hozirda nick bilan topishni imkoniyati yo'q. Shu sababdan raqamlardan iborat ID yozish esingizdan chiqmasin. Ekran qarshisiga yaqinroq kelib oling. Biz esa boshladik. O'g'li, kimga UC kerak bo'lsa, men UC xizmatini yo'lga qo'ydim. Arzon narxlarda UC'larni olib beraman. Bemalol kimgadir UC kerak bo'lsa, mana narxlarni chiqarib qo'ydim. Telegram kanalimda ham bor narxlar. Menga murojaat qilaverasizlar. Johnny Tog'oni o'zlari. Birinchi o'rinda uni mini treylerini ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu yerda pat va qora tuynik ichidan bu yerdan demak Anukra setimiz kelar ekan. Bu yerda mumiyalarni tortib ketyapti, har xil uvazlarni tortib ketyapti. 38 da qora mumiya ham kelishi mumkin. Hozircha u noma'lum. Undan tashqari bizlarda upgrade Yumpi bo'ladi. Yumpi 45 uchun mana shunaqangi skin taqdim etishmoqchi. Anukra setini ham keladigan bo'lsa 4-aprel sanasida birgalikda ochib ko'rishga harakat qilamiz. Uni bu yerda demak loot boxlari va Anukrani umumiy ko'rinishi. Birinchi levelda mana shunaqangi tartibda bo'lar ekan, ko'rinishchasi yaxshi, sredniy qilib tayyorlab berilgan. Oldin faqatgina bizda rasmlar mavjud edi, endilikda esa uni 3D ko'rinishlarini ham ko'rishlarimiz mumkin bo'ladi. Bu esa 3-leveli tuynuklari va yondagi tutunlari, qora tutunlari kattaroq bo'lib, yaxshiroq ko'rinishga ega bo'lar ekan. Fizika berilgan, orqadagi o'sha yopinchig'i normal hirpirab turar ekan va bu Anubisga ko'proq o'xshab ketadi. Fraun tematikasini ozroq boshqacharoq versiyasi desak adashmagan bo'lamiz. Bu esa full varianti. Demak, bu yerda mumiyani ham o'sha chiziqlarini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi va orqasidan qora tutunlar, yonida esa peroni, ya'ni patli ruchkani ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Fizikalari ham yaxshiroq ko'rinishga ega bo'lar ekan. Menga juda ham yoqdi. Buni biza 300 ta aylantirganimiz evaziga garant orqali tushirib olishimiz mumkin bo'ladi, agar ungacha omadimiz kelib tushib qolmasa. Do'stlarga jo'natish imkoniyati bo'ladi va biz buni ham o'sha 4-aprel sanasida birgalikda rozigirish qilib o'tamiz. Kamida bitta yo ikkita Anukra setini jo'natish imkoniyati bo'ladi. Agar Fraunni ham jo'natish imkoniyati bo'lsa, buni ham albatta rozigirish qilib o'tamiz. Anukrani 7-levelga ko'taradigan bo'lsak, mana shunaqangi gliderga ega bo'lar ekanmiz. Ko'tarmasak, oddiygina обычный glider bo'ladi. 7 ga ko'targanlar zahoti mana shunaqangi super ko'rinishga ega bo'ladi. Bu esa обычный o'sha tushgani gliderni ko'tarsak, boyagidek kemalari bilan birgalikda super gliderni bizga taqdim etishgan ekan. Gliderlar orasida qaysi biri sizga ko'proq yoqadi? O'zi bularni ham tanlab uchasizlarmi yoki обычный qaysi to'g'ri kelsa o'sha bilan tushaverasizlarmi? Bu haqida ham fikrlaringizni yozib qoldirish eslaringizdan chiqmasin. Anukra seti juda ham super setlardan biri bo'lishi aniq. Bu yerda ikkita Arktika bo'risi uchun skilllarni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Bittasi bizda demak ruletkani o'zida, o'sha Anukra bilan birgalikda ruletkani o'zida keladigan skilllardan biri bo'ladi. Ikkinchisi esa uy battlida. Uy battlida agar normal o'ringa ega bo'lsalaringiz, mana shunaqangi skin mumiya Arktika setini olishlaringiz mumkin bo'lar ekan. Buni ruletkaga qo'yishganda edi, men olgan bo'lardim, to'g'risini aytaman. Lekin men uy battlida shu paytgacha ishtirok etmaganman. Hali uyim normalniy bitganicha yo'q. Endi unga vaqt ajratib tayyorlash kerak. Kimgadir qiziq bo'lsa, albatta
bemalol ochib olishlaringiz mumkin bo'lar ekan. Yumpi uning birinchi levelini o'zi mana shunaqangi tartibda bo'ladi. Ko'rinishchasi juda ham ajoyib, gap bo'lishi mumkin emas. Buni ham tushirib olib, agar material bo'ladigan bo'lsa, ko'tarib ko'rishga harakat qilamiz. Hozircha esa buni ko'tarishdan niyat yo'q. Uning maksimalniy leveli mana shunaqangi bo'ladi. Juda ham ajoyib, gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r animatsiyalarga ega. To'g'risi juda ham teksturalarga yaxshi e'tibor berilgan desak adashmagan bo'lamiz. Bunaqangi super ko'rinishni men o'tgan safargi videomizda PUBG Mobile'ning xitoycha versiyasi Game for Peace'da ko'rgan edim. Uning kilchati mana shunaqangi bo'ladi. Juda ham ajoyib. Lootboxning umumiy ko'rinishi mana shunaqangi bo'lar ekan, juda ham ajoyib qilib tayyorlab o'tilgan. Menga juda ham yoqdi. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Uning maxsus animatsiyasi mana shunday ko'rinishga ega bo'lar ekan. Har bitta orужияga mana shunaqangi animatsiyani qo'shishni boshlashdi. Bilasizlar, orужияni almashtirish animatsiyasi, uning umumiy ko'rinishi mana shunaqangi bo'lar ekan. Men bu magazin emotsiyasi postoyanno o'sha magazinga kirgan paytlaringizda mana shuni mazgilaringizni tirnaydigan animatsiya mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Zo'r, bu yerda oq mumiyalarni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Uning kirib kelishi, demak, lobbiga chaqirgan paytlaringizda mana shunaqangi ko'rinishda kirib kelar ekan. Albatta super bo'lishi aniq. Gap bo'lishi mumkin emas. Menga juda ham yoqdi. Lobbiga do'stlaringiz sizlarni chaqirgan paytida bu birinchi levelda o'zidan ishlashdan boshlaydi. Mana shunday kirib kelar ekan, maxsus taxtlari bilan birgalikda. Ajoyib. Qaysi o'zi kirib kelishlar sizga yoqadi? Fraunnikimi, Imperatrisanikimi yoki Anukranikimi? Bemalol bu yerda o'zlaringizga yoqqanini yozib qoldirishlaringiz mumkin. Mana bunaqangi ham emotsiya bor ekan. Menimcha bu emotsiya o'sha Anukrani nimasiga kirgan paytlaringizda, upgrade'iga kirgan paytlaringizda ishlasa kerak. Hozircha boshqa bu bo'yicha hech qanaqangi ma'lumot mavjud emas. Menimcha sovrin yo'li 28-sanada kirib keladigan bo'lsa, o'sha paytida bu setlarni ham bizga taqdim etishadi va bemalol kartada kiyib ko'rib, sizlar bilan tomosha qilish imkoniyati bo'ladi. Bu yerda demak ko'rib turibsizlar, Anukra setini 300 ta aylantirganimiz evaziga biz garantga tushirib olish imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz. Bu yerda lootbox va bu yerda qo'shimcha sovg'alar taqdim etib o'tilgan. Bu yerda esa Yumpini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Pastda esa biz o'ngga yoki chapga aylantirgan holatda ruletkalarni turini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda Anukrani ruletkasi, ikkinchisida esa Fraunni ruletkasi va uchinchisida Imperatritsani ruletkalarini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Endi ularni ichida nimalar bo'lishi haqida gaplashib o'tsak, Anukrani ruletkasini ichida aynan Fraun va Imperatritsa bo'lmasligi kerak. Meni o'ylashim bo'yicha Anukrani o'zi bo'ladi, Yumpi bo'ladi, uni demak planyori bo'ladi, bunaqangi parashyut bo'ladi, emotsiyalar bo'ladi, har xil emotsiyalar va Fraunni parashyuti ham bu yerda bo'lmasa kerak. Anig'ini bilmadim, lekin aynan chunki biz ruletkani Fraunga o'tkazgan paytimizda Fraun narsalari tushishi kerak. Endi ikkinchisi bu yerda Imperatritsani ichida maxsus uni kostyumlari, mifический kostyumlari, ryuzagi, shlemi, bu yerda uni machete uchun skini bor, dimovaya granata va material. Eski skillarni va emotsiyalarni bu yerda qaytarib o'tishgan. Fraunnikida esa bilasizlar, eng super menga yoqadigani ryuzakni qaytarishmoqchi. Men ryuzak uchun ham albatta Fraunni ochishim kerak. Uni parashyuti, menda Fraunni parashyuti yo'q. Uni ham ochamiz va eski Imperatritsaga o'xshash mifический kostyumlarni va Anubisni kostyumlarini bu yerda ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Bilasizlar, planyorni
olgan paytlaringizda 7-levelga ko'targan paytlaringizda mana shunaqangi animatsiyalik juda ham super planerga aylanadi. Menga shu tomoni juda ham yoqadi. Demak, bugungi sizlar uchun tayyorlagan videom shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni, yoqmagan bo'lsa, dislike bosishni unutmanglar. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.